Assalomu alaykum muajiratga barliq qarindoshlar, manglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Bugungi mazmun bo'lsa, video ishlaydigan yumshoq detal, ya'ni Adobe Premiere Pro CC 2019 bilan dastlabki qadamda tushunib chiqamiz. Bu sistemani qo'zg'atgandan keyin bu ko'znak ochiladi. Bu ochilgandan keyin New Project ni tanlab, o'zimiz ishlamoqchi bo'lgan videoning ismini qo'yamiz bu yerga. Masalan, bunga sinaq deb qo'yaylik. Bu yani hech qanday tanishimsak ham bo'ladi. Mushuni o'zining tanishlik holati ilib boradigan mashg'ulotlarimizning hammasiga kifoya qiladi. Shuni bevosita boshlab ketamiz. Sistema ichilgandan keyin bo'lsa, balkim biroz men buni ishlatamamdim, foydalanamdim degan nuqtada o'ylab qilishimiz mumkin. Chunki men dastlabki qo'zg'atgan vaqtida menda shunday tuyg'u bo'lgan. Inshaalloh men buni har qanday odam til bilmagan holatdami foydalana oladigan, ishlata oladigan holatda tushuntirishga, so'zlashga tirishimay inshaalloh. Bu ichilgandan keyin boshqa hech qanday narsa bilan aplashmay, bizning birinchi muhim ishimiz bo'lsa, buningga o'zimizning elementlarini, ya'ni bizning materiallarimizni kirgizish. Buning bir qancha xil usullari bor. Bu ramkani qo'sh chekish orqali ko'znak ochiladi. O'zimizning kompyuterning bu ko'znak ochiladi. O'zimiz xohlagan yerdagi hujjatlarni kira olamiz. Ko'p tanlasak ham bo'ladi, bir hujjatni tanlasak ham bo'ladi. Bu videoni ishlatamiz. Bugungi tushuntirishga va yoki o'zimiz ilib kirmoqchi bo'lgan video va yoki rasmlar bo'lsin, uni bevosita bunda tartiblab qo'yib bersak, o'z bevosita chiqadi. Ishkaliz nihoyat qulay. Bizning qo'sha oladigan elementlarimiz bo'lsa, mayli Photoshopning bevosita Photoshop hujjati bo'lsin, mayli rasm, har xil formatdagi, mayli video, mayli ovozli qasar hammani kirgiza olamiz. Buni kirgizgandan keyin bo'lsa, hamda kesish. Ko'pincha holatda biz video ishlab chiqarish uchun yoki kesimiz va yoki bo'lmasa choplaymiz. Boshqa videoni yana birisiga o'zaro kirishtiramiz. Buning uchun bu qarasanglar C belgisi chiqadi. Bu knopkani o'zini bossanglar ham bo'ladi. Va yoki knopka taqtisida S emas C ni bossanglarmi bevosita kesishga buyruq beradi. O'zimiz xohlagan o'rinni kesa olamiz. Masalan, biz bu o't holatidagi videoni kesib olmoqchi bo'lsak, ovozi bilan qo'shib tanladik. Kesdik. V ni bossak, ya'ni yoki bo'lmasa buni bossak, tanlash, ya'ni mouse holatiga qaytadi. Uni chog'da o'zimiz xohlagancha yutkay olamiz, o'zimiz kesgan videolarni. Demak, hozir biz buni mukammal kesib oldik. Ba'zi vaqt kesgan vaqtimizda va videoni oldi yoki keyniga oldingi ekran yoki oldingi ko'rinish qo'shilib qolgan ahvol yuz beradi. Uni qanday oldini olamiz desanglar, bu yerni tanlagan vaqtimizda knopka taqtisidagi 4 yo'nalish knopkasi bor. Buni o'ng yoki so'lni bosish orqali. Ya'ni hozir biz oldiga mang'izmoqchi bo'lsak, o'ngni bosamiz. Har bir bosgan vaqtimizda shu video tilidagi eng kichik birlik holatda yutkiladi. Buni frame deb ataydi. Mana hozir musha holatda hozir bu oldiga bosdim. Endi keyniga bossam oldingi ko'rinishga qaytadi. Bu hozir ko'rinishlar hech qanday munosabati yo'q. Demak, mishadan boshlab kesib olsak, biz unumlik, to'liq kesib olgan bo'lamiz. Ya'ni bu videoni ishlatsak, tartibga kelib, uni oldi keyniga hech qanday boshqa ko'rinish qaytilib olmaydi. Mukammal kesilgan bo'ladi.
İkinci muhim iş, ya'ni xat kirgizish. Bu nihoyat oddiy. Faylga kiramiz, new. Mana bu title. Bu titlening ismi bu. Buni nima kirgizsak bo'laveradi? Sen Uyg'ur ovozi. O'zi ichilgan vaqtida avtomatik xat kirgizish holatida ichiladi. Agar unda bo'lmay qolsa, yoki bu teni bisish orqali xat kirgizamiz, buni bisish orqali o'zimiz yutkaymiz kirgizgan xatni. Xalga o'rin qo'ya olamiz. Bu yerda bir qancha xat shakllari bor. Buni o'zimiz xohlagancha tanlasak bo'laveradi. Biz kirgizib bo'lgandan keyin xat o'zi bevosita bu timeline deymiz bu ya'ni bu ramkaga o'zi bevosita kirmaydi. Uni tartib qilishimiz kerak. Xalga o'rin qo'ya olamiz buni. G'oyat oddiy. Mana bu xat bu yerga kirdi. Agar bu xatni biz butun videoning hamma yerda ko'rinsin desak, u nihoyat oson. O'zimiz kengaytsak bo'ladi buni. Unda bo'sh o'rinlar qarasanglar, bu yer qari chiqib qoladi. Bu yerni qanday qilmasanglar, uni tartibga kirish orqali bu videoni undalik shunda tanisha olamiz. Hamda yana bir masala. Bu video hozir ham surat bor, ham ovoz bor. Biz to'pini kesdik masalan. To'pini kesdik. Hamda ostini kesgan vaqtida parallel kesilmay qolsa, bu videoning unumiga ta'sir etadi. Ammo bu Adobe Premiere Pro o'zi bevosita, ya'ni avtomatik holatda bizning bu mashg'ulotni qilishimizga yordam qiladi. Ya'ni biz qaysi yerini kesgan bo'lsak, ustidan, ostidanmi avtomatik holatda shu yerni kesishimizga yordam qiladi. Xato kesib qolmaymiz. Mana hozir bu udul-mudul keldi, hech qanday xatolik ko'rilmadi. Asti-ustida farq yo'q. Hamda bundan keyingi mazmun bo'lsa Ctrl M. Va yoki bo'lmasa faylni bosamiz. Export Media. Buni bosgandan keyin biz baya kirishtirgan hamma narsalar bir video bo'lib chiqadi. Bu yana biz orqali bizning bu hujjatni qayerga saqlamoqchi bo'lgan o'rinni belgilaymiz. Bu yerga ism qo'yamiz. Sinoq 3 saqladik. Bu exportni bossak, video bo'lib ishlab chiqarishga boshlaydi. Bundan keyin yana bir so'zlab o'tadigan narsa, bu yerda qarasanglar, 2019 ning nusxasidan boshlab bu narsa qo'shildi. Learning, ya'ni o'rganish. Bu yerda avtomatik o'zi o'rgatadi qanday qilishni. Bundan yaxshi foydalana olasizlar. Bu qulaylik. Bo'ladi hamsa bugungi mazmun mushal oyoqlashdi. Inshaalloh pat yaqinda yana shunga munosabatli mazmunlarni ko'plab huzurlarga sunishga tirishima. Agar bu videoni yoqtirgan bo'lsanglar, bu mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, qo'l belgisini bosishinglarni, do'stlaringlarga ham barlab qo'yishinglarni umid qilaman. Agar WhatsApp to'plaringlar bo'lsa, uningga ham barlab qo'ysanglar va Facebooklarga ham barlab qo'ysanglar, texmi yaxshi bo'ladi. Chunki ko'p odam ko'rsa, ko'p odam foydalansa, mening maqsadim ham shu. Hammaga nisbatan bir ilhom bo'ladi. Va yana agar sizlarning shu mazmunda, ya'ni shu Adobe Premiere Pro munosabatli boshqa savollaringlar va yoki boshqa shu video kirishtirish jarayonida yo'liqqan masalalar va yoki boshqa bilishni xohlaydigan ishlar bo'lsa, mening YouTube kanalimning ostidagi fikr berish, baho berish ko'znikiga o'zinglarning takliflarini va yoki ko'z qarashlarini yozib qo'ysanglar, bundan keyingi yangilaydigan mazmunda shuni qarata mazmun tayyorlayman inshaalloh. Bo'ladi hamsa, ko'rganlarga rahmat. Ileriki mazmunda ko'rishlik hamsa. Alloh omonat. Wow, that's awesome.